Şüphaçalık haqida qissa nomli asardagi tangdoshsiz 3 shamsharning qoyishligini bilamsiz. Bu tangdoshsiz 3 shamsharning uchilsi faqat bir odamning qo'lida. Undasa bu odam kimdir? Mazmun qilgan do'stlar, meni Guanju qilib, birdan yaxshi yurak bir vetib, filmning davomini quloq solinglar. Qissa haqida bayon. Endi bu tangdoshsiz 3 shamsharning uchilsi Sav Mingdoning qo'lida qaranglar. Magoyning yomonligini Shüphaçalık haqida qissadagi eng qaltis shamsharning uchilsi Savning qo'lida. Birinchisi Qingdangjan, eliqi ko'k shamshar. Endi bu shamshar aytishlar qaraganda Lübuning eliq Chasiyalmanni ertib mushunda yasaganmish. Sav bu yerda Lübuni mag'lub qilgandan keyin bu Chasiyalmanni o'g'il Savjang qo'ygan. Savjang bir mezgil ishlatgandan keyin to'xta, mash 3 urug'liq qulning narsini ishiltimanmi, men bir bag bosh vazirning o'g'li tursam deb buni ishlatgan unmagan. Keyin bu Chasiyalmanni boshqa sanog'ullarga urayotsa, bu bir qadar uzun ham noyat egri bo'lg'ishqa bular kelishamagan. Lübudek ishiltanmay qolgan. Shuning bilan bu yerda Sav eliq to'mirchilarga buni ertib Aqsa shamshardan meni yasab bergan. Shuning bilan bu ko'k shamsharni bu Chasiyalmandan yasab chiqqan. Keyin buni bu yerdagi Sav Chaxu'ni qilgan. Endi buning alamartini bak yuqurlig'idan emas, alamarti ham chuqur emas, bulubni Savga bak sodiq. Shuning uchun bu mush shamsharni esib Savni davomli qo'g'dab turgan. Keyin bu yerdagi Changbanpo davomidagi jangda bu yerdagi Changshallik Jovzulung bu shamsharni tatib oladi. Shunami? Shuning uchun 7 qatim bisib chiqqanda bo'lsa, uning keyingi janglarda bo'lsa, bu yerda Jovzulung dushmandan sayt urgandek, basayt urgandek vart to'g'ri o'tishga sabab qo'ldagi ma shamshardan deyman. Bu tümürning kismat alaydigan ajoyib isil dahshatli o'ch shamshar. Rivoyat qilinishicha, kim bu shamshar Guayu'ningki qizining qabrisiga ko'milganmish. Ikkinchi isli shamshar bo'lsa Yi Tianjan. Ya'ni asarda aniq qilib Savning ikki tal isl qo'sh shamshiri bor. Birisi Qinggang, birisi Yi Tian deb yozilgan. Hamda men Yi Tianligini keyin Savning qosh tashnimilik yendidan ayirmaydigan deylik paqirab turgan isl shamshir shu. Endi bu shamshar ko'k shamshardan intayin yinni, yengil, mis aynaklarni nayt vasfurt kismat alaydigan. Uning ustiga nayt da san'atlik baxchiroylik ishlanganmish, ko'rgan odamning ko'zini val-vul pal-pul qiladigan. Shuning uchun Savsa bu shamsharni izchil o'zining yendan ayirmay o'z ko'tarib ishlatgan. Bu shamsharda o'lganlarmi bor, biroq Savsa tirik tutib bo'lgandan keyin mening shamsharimda qolsalar degashkil o'lgan. Bu jangda Savsa jangga kirmagan keyin ishlatmagan. O'zining bir huquqining namoyandasi qilib ishlatgan buni. Rivoyat qilinishicha, keyin buni Savning qabrisiga tan kun batganmish. Keyin qabr o'g'irlari o'g'irlab chiqqanmish. Yeni bir dasturlarda bu yerda Savpi ko'tarib yuradi-ku. Ashlag'i biroz qoldirganmish deydi. Buning qasi olgan, lekin mush shamsharning tangdoshsiz esli shamshar ekanligi haqiqatan rost. Endi 3-chi esli shamsharni demsammi faraz qilib qo'ldinglar qachon? Qaysi shamshar? Bildiganlar bir pengunchi qoldirib qo'yinglar. Bu shamsharning nomini Sav chiqargan. Asli bu shamshar Wang Ziminbegining Otimiras shamshiri. Izchil mushundaq shamshar baka bir Zulfiqarga aytib mushundaq narsa baka degan, lekin nomi chiqmagan. Biroq kim bu yerga Sav Dungjoni qaslaydigan vaqtimizda mushni akrib Dungjoni qaslamoqchi bo'lgan. Lekin mag'lub bo'lsin demoqchi nomi chiqdi. Chunki mushu vaqtning o'zida haq Dungjoni qaslash emas. Dungjo bir olib qo'ysmi, tushkirib qo'ysmi, hammasi qo'qbu deb chizilib turgan. Mana mushundaq vaqtimizda Savning qo'rqmay mush shamsharni ko'tarib akrib Dungjoni qaslashga petnonligini haqiqatan ajoyib boturlik qahramonlik jumal. Undaqda bu shamsharning ismi nimata? Bildiganlar pengunchi qoldiringlar. Bu shamshar nima bo'lib? Keyin Savning qo'liga tushib qoldi. Pengunchi qoldirsanglar o'rtoqlashsak bo'ladi. Rahmat.